Salam qadirli savdoshlar, bu darsda biz ingliz tili grammatikasining ishidagi intayin muhim grammatikalarning biri bo'lgan, ya'ni ismlarning ko'plik shaklini yasash va o'qish qoidasini o'rganib o'tamiz. Ismlarning ko'plik shaklini yasash va o'qish qoidasi ingliz tili, og'iz tili va anglab tushunishda xeyli muhim o'rin turdi. Shuna buni inayet yaxshi bilish kerak, ham davomli mashq qilish kerak. Endi ismlarning ko'plik shaklini yasashda Uyg'ur tilida qanday qilamiz? Uyg'ur tilida lar qo'shimchasini qo'shib beramiz ismlarga. Masalan, uy desak, uylar. Shunaqa, daryo desak, daryolar. Qiz desak, qizlar. Shunaqa va davlat desak, davlatlar deymiz. Ya'ni demakchi Uyg'ur tilida oldingi ismlarga munosib holda lar qo'shimchasini qo'shib bersak, birlik shakldagi ism nimga aylandi ekan? Ko'plik shakldagi ismga aylandi. Endi ingliz tilida-chi, ingliz tilida bir necha xil qoidasi bor. Bu qoidalarni yaxshi esda tutish kerak. Bu yoziq tilida intayin yaxshi ishlaydi. Uningdan muhimi bu lar qo'shimchasini, ya'ni Uyg'ur tilidagi lar qo'shimchasiga o'xshash bo'lgan ingliz tilidagi bu qo'shimchalarni qo'shib, ismlarning ko'pligini yasagandan keyin o'qish qoidasi intayin muhim. Bu bizningki bevosita so'zlash iqtidorimiz va anglab tushunish iqtidorimizga ta'sir yetkazdi. Endi eng oldi bilan deb qo'ydig'imiz ingliz tilida ismlar ikki cho'ng turga bo'lindi. Birisi qoidali ismlar, ya'ni birisi qoidasiz ismlar. Ya'ni bu qoidali ismlar deganimiz ma'lum qo'shimchalarni qo'shish orqali, ya'ni ko'plik shaklga aylantirgan ismlarni biz qoidali ismlar deymiz. Yana birisi qoidasiz ismlar. Qoidasiz ismlar deganimiz ingliz tilidagi qo'shimchalarni, ya'ni ko'plik yasash qo'shimchalarini qo'shish orqali yasag'ila olmaydigan, ya'ni o'zininki ayrim qoidasi bo'yicha o'zgarib ko'plik shaklini paydo qiladigan ismlarni biz qoidasiz ismlar deymiz. Endi Uyg'ur tilida nima yo'q? Qoidasiz ismlar deydigan gap yo'q. Har qanday ismga larni qo'shib berish orqali biz bu ismninki ko'plik shaklini yasay olamiz. Endi ingliz tilida ba'zisini ashnaq yasag'ila bo'ldi, ba'zisini yadalish to'g'ri keldi. Unda bo'lsa biz ismlarninki, ya qoidali ismlarning ko'plik yasash shaklini ko'rib boqaylik. Endi biz ingliz tilidagi qoidali ismlarning birlik shaklini ko'plik shakliga aylantirish usulini ko'rib boqaylik. Birinchi qoida, ya'ni ingliz tilidagi ismlarga asni qo'shib berish orqali birlik shakldagi ismlarni ko'plik shakldagi ismga aylantirib bo'ldi. Masalan, bir mushuk deganni cat deymiz. Mushuklar demoqchi bo'lsam, asni qo'shib berma cats. Masalan, uy deganimda aytdim house. Uylar deganga faqat asni qo'shib berma houses. Masalan, xizmat job. Xizmatlar jobs. Degan o'xshash. Ya'ni demoqchi ismlarga asni qo'shib berish orqali biz nimani yasay oladiganmiz? Ismlarningki ko'plik shaklini yasay oladiganmiz. Bu birinchi qoida. Bu qoida umum qoida. Ikkinchi qoida, agar birlik ismlarning yezilishi s yoki 2s yoki sh yoki ch yoki x yoki z bilan oxirlashib qolib qolsa, mushu 6 harf bilan oxirlashib qolib qolsa, birlik shakldagi ismlarning eng oxiri. U vaqtida biz bu ismlarga s ni qo'shib bersak, uning ko'plik shakli yasaladi. Masalan, bus, avtobus. Avtobuslar degani buses. Endi budge, tax. Bajlar degani taxes. Bu ikkinchi qoida. Endi uchinchi qoida. Agar ingliz tilidagi birlik shaklda ismlar f yoki fe bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, undaqda bu ismlarningki eng oxirdagi f yoki fe ni tashlab o'tib ves ni almashtirib qo'ysak, bu ismlarning ko'pligi yasaladi. Masalan, xotun deganni wife. Endi xotinlar deganni qanday qilganmiz? Fe ni tashlab o'tib ves ni qo'shsak wives. Bir tal bo'ra deganni wolf. Buning oxiri f bilan oxirlashibdi-ku. Undan f ni tashlab o'tib ves qo'shsak bo'rilar degandekimiz wolves. Ya'ni bu 3-chi qoida. 4-chi qoida. Ingliz tilidagi birlik ismlar agar y bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, hamda ikkinchi shart y ning oldida uzuk tovush bo'lgan sharoitda y ni tashlab o'tib
IES'ni qo'shib bersak, buning ko'plik shakli yasaldi. Yoki boshqacha qilib aytgan chaqda Y'ni I'ga aylantirib ES qo'shimiz desakmi o'xshash bir gap, Buningki ko'plik shakli yasaldi. Lekin shart nima ekan? Birinchisi Y bilan oxirlash kerak ekan bu birlik ismlar. Ikkinchisi Y'ning oldida uzuk tovush bo'lish kerak ekan. Agar Y'ning oldida so'ziq tovush bo'lib qolsa, u vaqtda yana birinchi qoidaga tushib ketadi. Ya'ni bevosita s qo'shib bersanglar ko'plik yasaladi. Agar Y'ning oldida uzuk tovush bo'lsa, Y'ni tashlaytib IES qo'shib bersang bo'ldi. Masalan, city shahar. City'ning aqisi nima bilan oxirlashibdi? Y bilan oxirlashibdi. Uning oldida nima bor ekan? T bor. Ya'ni Y'ning oldida nima bor ekan? T bor ekan. Unda esa biz Y'ni tashlaytib IES qo'shsak, shaharlar, cities. Masalan, kuchuk, puppy. Shunaqa bu Y bilan oxirlashibdi. Buningki Y'ning oldida nima bor ekan? P bor ekan. Bor ekan. P ni biz nima deymiz? Uzuk tovush deymiz. Unda bo'lsa biz Y'ni tashlaytib IES'ni qo'shib bersak kuchuklar degan gap bo'ldi. Bu ismlarningki ko'pligini yasashdagi 4-qoida. Bu 4 qoida intayin muhim qoidalar, ya'ni ingliz tilidagi ya'ni qoidalik ismlarni, qoidaga tushadigan ismlar demakchi. Qoidalik ismlarni birlik shakldan ko'plik shaklga aylantirgan chaqda mushu qoidaga solib turib aylantiramiz. Mushu qoidaga solib aylantiramiz. Shunga bu 4 qoidani intayin yaxshi as tutish kerak. Demakchi, ya'ni birinchi qoida butkul hamma narsaga as qo'shadi ekan. Qo'shsak ko'plik shaklga aylandi ekan. Aniki 2-chi, 3-chi, 4-chi qoidaga tushib qolgan sharoitda shu bo'yicha aylantirdik ekanmiz. Bo'lmasa, u qoidalarga tushmagan sharoitda bevosita birinchi qoida bo'yicha bevosita as qo'shish orqali ingliz tilidagi birlik ismlarni nimaga aylantira olar ekanmiz? Ko'plik shakldagi ismga aylantira olar ekanmiz. Endi 5-qoida. 5-qoidada qoidasiz ismlar. Ya'ni men boshda dedim, ingliz tilidagi ismlar ikki cho'ng turga bo'lindi. Birisi qoidalik ismlar, ya'ni birisi qoidasiz ismlar. Qoidalik ismlarga biz yuqorida deb o'tgan, birinchidan 4-gacha bo'lgan qoidaga asosan ismlarning birlik shaklini ko'plik shakliga aylantirib bo'ldi. Endi ingliz tilida yana qanday ismlar bor ekan? Ya'ni qoidasiz ismlar bor ekan. Qoidasiz ismlar deganimiz biz ustida deb o'tgan qoidaga bo'ysunmaydigan ismlar. Ya'ni ismlarningki ko'plik shakli, birlik shaklli ismlarning ko'plik shakli u qoidaga bo'ysunmaydi. Bu xohlagancha bir xil shaklda o'zgaradi. Buni qanday qilamiz, qanday bilamiz? Buni bilgili olmaydi. Faqat birisi chiqsa, birisini yodlab mangimiz, shu orqali ko'plik shaklini bilib mangimiz. Masalan, bir til bola deganni child, bir til bola. Endi bolalar deganni children. Masalan, bir til g'azni goose. G'azlar demoqchi bo'lsam geese. Masalan, bir er kishi deganni man. Er kishilar demoqchi bo'lsam men. Ya'ni demoqchi bu yerda biz tovushlarni o'tgan chog'sizlik degandim. Ya'ni ishkilis chiqdi, lekin bir ko'tarangi eg'iz ostidan ustiga childi, ya'ni bir tizilindi, eg'iz ikki tarafga childi degandim-ku. Undan so'ng biror kishi degani man. Kishilar deganicha man. Masalan, bir tal ayol degani women. Ayollar degani women. Women. Ya'ni ayollar demoqchi bo'lsam women deyman, bir tal ayol kishi bo'lsa women. Masalan, bir tal tish nima deyapman? Tooth. Tishlar degani teeth. Put degani bir tal putni foot. Putlar demoqchi bo'lsam feet. Bir tal chashqanni mouse. Chashqallar demoqchi bo'lsam mice. Bir tal odamni person. Bir to'p odamni yoki bir turkum odamni people. Yani demekçi ingliz tilidagi bu qoidasiz ismlar, ingliz tilidagi biz oldida ko'rib o'tgan qoidalarga tushmaydi. Shunlashqa masalan, bir kichik bola degan gapni o'rgangan bo'lsak, buning ko'plik shakli children bo'lsa, masalan, birlik shakli child, ko'plik shakli children bo'lsa, biz ko'plik shaklini yodlab menish to'g'ri keldi. Lekin bu bak ko'p emas, shunga bak qo'rqib ketmasanglar bo'ldi, oldinga uchirgan chaqda bilib mansanglar bo'ldi, Bu ingliz tilidagi
ismlarning birligini ko'plikka aylantirish qoidasi. Bu yerda qarasanglar, texnik fikrlab o'rganganlar uchun da bir xat yozib qo'ydim. Bu nima degan gap degan chog'da, agar sizlar kelgusida texnik fikrlab, texnik intayin bir perfect, ya'ni mukammal saviyada o'rganmaydigichlar mavt keyingi 4 qoidani ko'rsanglar bo'ldi. Agar men normal bo'lsam bo'ldi yoki bo'lmasa men vaqt kelgan chog'da o'rganmaydigichlar ma qoidalarni bak as saqlamasanglar bo'ldi. Bir-birlab keyin aldirmay ko'rib olsanglar bo'ldi. Endi biz 6-qoida, ya'ni fikrlab o'rgangichilar uchun tuzilgan 4 qoidani ko'rib boqaylik. 6-qoida. Agar ismlar o bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, uningga es qo'shish orqali bu ismninki ko'pligi yasaladi. Masalan, potato, yangyu, potatoes, yangyular, tomato, pomidor, tomatoes, pomidorlar. Endi bu har qanday o bilan oxirlashgan ismlarga es qo'sha olamdimi degan chaqda yo'q. Ba'zilariga bevosita es qo'shimiz. Masalan, photo, masalan, rasm, photos, piano, pianino, pianos, pianinolar. Ya'ni demakchi, agar ismlar o bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, uningga es qo'shish orqali bu ismning ko'pligi yasaladi. Lekin bu yerda ba'zi bu qoidaga tushmaydigan, ya'ni demak ba'zi bevosita as qo'shish orqali, garchi o bilan oxirlashmi, bevosita as qo'shish orqali ko'pligini yasaladigan ismlar bor. 7-qoida, agar ismlar us bilan oxirlashgan bo'lsa, ya'ni us bilan oxirlashgan bo'lsa, usni tashlab o'tib, faqat ayni qo'shib qo'ysak, bu ismning ko'pligi yasaladi. Masalan, folks degan focus nuqtasi, markaziy nuqtasi degan gap. Endi buning fokuslar demoqchi bo'lsam, foci. Masalan, cactus. Shunaqa cactus. Endi kaktuslar demoqchi bo'lsam, cacti. Demakchi, agar ismlar us bilan oxirlashsa, usni tashlab o'tib, uni o'rniga ayni qo'yib qo'ysak, bu ismlarning ko'pligi yasaladi. 8-qoida. Agar ismlar on bilan oxirlashsa, ya'ni an bilan oxirlashsa, anni tashlab o'tib, ni qo'shib qo'ysak, bu ismning ko'pligi yasaladi. Masalan, phenomenon degan hodisa. Phenomena degan hodisalar. Masalan, criterion o'lcham. Criteria o'lchamlar. Ya'ni ismlar agar on bilan yoki on bilan oxirlashib qolsa, bu ismlarniki on tashlab o'tib, buningga ani qo'shib qo'ysanglar, bu ismning ko'pligi yasaladi. Ya'ni demakchi bular nimaga tabi ekan? Qoidasiz ismlarga tabi ekan. Lekin azroq o'xshamaydigan bir xil yeri bor ekan, 9-qoida, ba'zi ismlarning birlik shakli bilan ko'plik shakli o'xshash, o'zgarish yo'q. Ya'ni ba'zi ismlar bir tal narsani bildirib kelalaydi, ash narsaning bir to'p ash narsani bildirib kelalaydi. Masalan, bir tal qo'y deganni sheep deymiz, qo'ylar deganni sheep deymiz, o'xshash. Masalan, series, masalan, televiziya teatri yoki ko'p qismli kino deb qo'ymizga, series. Buningki ko'p qismli kinolar desakmi o'xshash, series. Masalan, species, ya'ni species degan gap jonliq turlari. Jonliq turi deganni species deymiz, jonliq turlari deganni o'xshash species deymiz. Masalan, deer degan ahu, ya'ni ahu deymiz, yoki bo'lmasa jaran deymiz, jaranlar deganni o'xshash deer deymiz. Yuqorqila ingliz tilidagi ismlar, birlik ismlarni ko'plik ismlarga aylantirish qoidasi. 4-qoida, qoidalik ismlarni qanday birlik shakldan ko'plik shaklga aylantirish usuli. 5-qoida bo'lsa, qoidasiz ismlar degan nima? Uni qanday o'rganamiz? Endi 6-dan 9-gacha bo'lg'ini yanıla qoidasiz ismlarning tavasida, lekin ba'zi vaqtda biz yodlashning hojati yo'q. Agar bu ismlar ashnaslar oxirlashib qolib qolsa, bevosita mush qoidaga selib bir taraf qilib bersak bo'ladi.
Bu ingliz tilidagi birlik ismlarni ko'plik ismlarga aylantirish usuli. Yuqorqi usullar shu. Buni intayin yaxshi ko'rsanglar bo'ldi. Yuqorida biz ingliz tilidagi birlik ismlarni ko'plik ismlarga aylantirish usulini ko'rib o'tdik. Bu ismlarni birlik shakldan ko'plik shakliga aylantirish usuli faqat bir necha ekan, ko'ngil qo'yib bir necha qatim ko'rsanglar bilib olasizlar. Lekin eng muhim narsa ingliz tilidagi birlik ismlarni ko'plik ismlarga aylantirgandan keyingi o'qish usuli. Bu intayin muhim. Boshqalar gap qanchaga tushunish uchun yoki boshqalarga o'zimizni nihoyat yaxshi tushuntirish uchun bu ingliz tilidagi birlik ismlarga s yoki es qo'shib yasalgan ko'plik shakldagi ismlarni men zodi qanday o'qiyman? Ya'ni s es qo'shilgandan keyin buning o'qilishi zodi qanday bo'ldi? Bu sizlarningki ma'lum darajada sizning og'iz tilinglar bilan anglab tushunish iqtidoringizga ta'sir ko'rsatadi. Shunga buni intayin yaxshi bilishinglar kerak. Ham buningdan ansirab ketmanglar. Biz qayta deyish orqali buni bilib ketisizlar. İngliz tilidagi, ya'ni biz birlik ismlarga s yoki esni qo'shish orqali ko'plik ismlarni yasab bo'lgandan keyin, ya'ni ko'plikni bildirgan shaklni yasab bo'lgandan keyin buni zada qanday o'qiymiz? Buning birinchi qoidasi: agar ismlarning eng oxirgi tovushi jarangsiz uzuk tovushlar bilan oyoqlashgan bo'lsa, bu ismlarga s yoki esni qo'shib, uning ko'pligini yasagandan keyin o'qiganda yoki talaffuz qilganda buni s deb talaffuz qilamiz. Bu tovushlar tuvandagidek. Endi boya bir gap chiqdi, jarangsiz uzuk tovushlar deb. Endi buni bütün jarangsiz uzuk tovushlarni o'rganishinglar hojati yo'q. Tuvandagi 5 tovushni esingizda tutsanglar bo'ldi. Mushu 5 tovush bilan oxirlashgan ismlarga s yoki esni qo'shib, buni ko'plik shakldagi ismlarga aylantirgandan keyin buni faqat s deb talaffuz qilasizlar. Ya'ni aslidagi ismlarga sni qo'shib talaffuz qilsanglar bo'ldi. Endi bu 5 tovush qaysi tovushlar ekan? P, t, k, f, f. Endi bu yerdagi eng oxirgi tovush, ya'ni ikki tishimizning oraliqqa tilimizni qistirib olib turib, yoki tishlab olib turib, men sen talaffuz qilyapman degan chaqda chiqadigan tovushdi. Bu tishlab olgan chaqda hargiz bek tishlab o'zi yutib qolmanglar, tilinglarni o'zi yutib qolsanglar bo'lmaydi. Shunga tishi toza tuz emaslar, tishning oraliqlarida arlıqlıva, komakla yoki buni nayt yaxshi talaffuzni nayt yaxshi ola oladi. Ya'ni ikki tishimizning orasiga tilimizni tishlab turib oldigan si talaffuzdi. Biz buni o'rganib bo'ldik tovush qismida. Ya'ni shu 5 tovush bilan oxirlashgan ismlarga s es qo'shib, buning ko'pligini yasagan chaqda buni s deb talaffuz qilamiz. Diqqat qilganlaringlar, mening deganim diqqat qilganlaringlar, ismlarning yezilish qoidasi emas, birlik ismlarning balki o'qilish ishidagi talaffuzning eng oxirgi talaffuzi. Ya'ni bu so'zlarga qarasak, graph f bilan oxirlashibdi, ticket t bilan oxirlashibdi, trap p bilan oxirlashibdi, tricks k bilan oxirlashibdi. Demakki bu eng oxirgi tovush nima ekan? Bu 5 biz sizlarga yodlab olinglar degan 5 tovushning ichida ekan. Shunglashqa buningga s qo'shib, buning ko'pligini yasagandan keyin bu faqat s deb talaffuz qilindi. Shunglashqa graphs, tickets, traps, tricks, tricks. Diqqat qilganlaringlar, ismlarning yezilishi emas, o'qilishining eng oxirgi tovushi. Endi ikinci qoida, agar ismlarning eng oxirgi tovushi tuvandagi 5 tovush bilan oxirlashgan bo'lsa, birlik shakldagi ismlarning bularga s esni qo'shib ko'plik shakldagi ismlarni yasagandan keyin bu ez deb talaffuz qilindi. Ya'ni asldagi ismning o'qilishiga ezni qo'shib talaffuz qilamiz. Ezni qo'shib talaffuz qilamiz. Masalan, bu 5 tovush qaysi ekan? Ekan. Ya'ni 6 tovush. Bu 6 tovush, shu 6 tovush bilan oxirlashib qolgan birlik shakldagi ismlarga esni qo'shib, bu ismlarning ko'plik shaklini yasagandan keyin asldagi ismning o'qilishiga ezni qo'shib talaffuz qilindi. Talaffuz qilamiz. Bu 6 tovush nima ekan? Ekan. Masalan, wish, tilak, orzu. Tilaklar, orzular desam,
Bu'daki wish аңақысы нем bilan oxirlashibdi? Sh bilan oxirlashibdi. Buning es qo'shib ko'pligini yasag'andan keyin wishes is, wish is, wishes, wishes. Masalan age, yoshlar, uzun vaqt. Masalan age jih bilan oxirlashibdi. Buningga s qo'shib ko'plikni yasag'andan keyin ages. Ages emasa ages is to'liq chiqdi. Judge, masalan sotchilar, baholar. Judge, sotchi, baha. Buningga asni qo'shib ko'plik yasag'andan keyin judges. Judges degan sotchilar yoki baholar. Masalan box, quta, yeshik. Box, x, аңақысini bilan s bilan. Undasa buning asni qo'shib ko'plik yasag'andan keyin boxes. Qutilar, yeshiklar. Endi 3-chi qoida. Agar ismlarning eng oxirgi tovushi jarangliq uzik tovushlar bilan yoki so'zuq tovushlar bilan. So'zuq tovush. So'zuq tovushni bilasizlar, biz bugun payt to'qishnagu so'zuq tovush yoki jarangliq uzik tovushlar bilan oxirlashgan bo'lsa, bu ismlarga s-ni qo'shish orqali ko'plikni yasag'andan keyin o'qiganda yoki talaffuz qilgan chaqda z deb talaffuz qilindi. Lekin bu jarangliq tovushlarning hammasi emas. Tuvandagi jarangliq tovushlarni yodlab olsanglar bo'ldi. Tuvandagi jarangliq tovushlarni yodlab olsanglar bo'ldi. Andan keyin bu jarangliq tovushlar va barliq so'zuq tovushlar bilan oxirlashgan ismlarga s-ni qo'shib bu ko'plik shaklini yasagandan keyin talaffuz qilgan chaqda z deb talaffuz qilamiz. Ya'ni z deb talaffuz qilamiz. Bu jarangliq, ya'ni bu kategoriyadagi, ya'ni bizning 3-qoidadagi jarangliq uzik tovushlar qaysi tovushlar degan chaqda b, d, g, v, n, l, v, ya'ni aqsiki tilni tishlagan z. Ya'ni mushu tovushlar va barliq so'zuq tovushlar bilan oxirlashgan ismlarga s asni qo'shib ko'plikni yasagandan keyin biz buni z deb talaffuz qilamiz. Masalan apple degan bir tal olma. Buning asni qo'shib, ya'ni ko'plikni yasagandan keyin buning aqsi l bilan oxirlashibdi. Unda esa apples. Ergiz apples emas, c emas, z, apples. Masalan time degan vaqt. Endi vaqtlar demoqchi bo'lsam, time bilan oxirlashibdi. Asni qo'shib ko'plik yasagandan keyin times. Times. Mana qarasak, nima ekan? Ya'ni times emas, times ekan. Chunki time nima bilan oxirlashibdi? bilan. Unda esa buning ko'plikni qo'shgandan keyin z deb talaffuz qildik ekanmiz. Times. Vaqtlar. Keyingi so'z qarasak, birinchi tovush nima ekan? Keyingi so'zning o'qilishi nima ekan? Zuka. Zuning eng oxirgi tovush nima ekan? Uka. U degan nima edi? So'zuq tovushdi. Unda esa so'zuq tovushlar bilan oxirlashgan birlik ismlarni ko'plikka aylantirgandan keyin asiyas qo'shib nima deb o'qish kerakdi? Z deb talaffuz qilish kerakdi. Unda esa zuga asni qo'shib ko'plikka yasagandan keyin deb o'qiyotganmiz zoos. Agar staring biz bugün poluq pəştaq deyin gap. Endi stairs. Staring nima bilan oxirlashibdi? bilan. Unda esa o'qigan chaqda stairs. Ya'ni bunun ko'pligini yasadik-ku, pəştaqlar demoqchi bo'lsam, stair bilan oxirlashib qolg'achqa ko'plik qo'shgandan keyin z deb talaffuz qilindi. Stairs, pəştaqlar. Aniki masalan library. Library degan gap, ya'ni kutubxona degan gap. Buning oxirgi tovushi nima bilan oxirlashibdi? bilan oxirlashibdi. Undan ni biz nima deb o'rgandik? So'zuq tovush deb o'rgandik. Undan esa so'zuq tovushlar oxirlashgachqa buningga ko'plik qo'shimchisini qo'shib, buni ko'plik shaklga aylantirgandan keyin buni nima deb o'qiyotganmiz? Tovush chiqargan z deb talaffuz qilganmiz. Undan esa libraryga z ni qo'shsak libraries. Libraries. Ya'ni libraries degan gap kutubxonalar. Libraries, kutubxonalar. Xo'sh, shunda bo'lsa xulosalab o'taylik. Ya'ni Uyg'ur tilidagi ismlarga lar qo'shimchisini qo'shish orqali ismning ko'plik shaklini yasaganga o'xshash. Ingliz tilida birlik ismlarga s yoki asni qo'shish orqali ismlarning ko'plik shaklini yasashga bo'ldi. Ya'ni qoidalik ismlarning ko'plik shaklini yasashga bo'ldi. Lekin ingliz tilida bu ko'plik qo'shimchisi qo'shilgandan keyin o'qish usuli o'xshamaydi. Normalda bu 3 xil o'qiladi.
z, is deb. Yani c, z, is deb 3 xil o'qiladi. Hamda bu zadi c deb o'qilamdi, z deb o'qilamdi yoki is deb o'qilamdi. Bu faqat shu ismlarning birlik shakldagi, ya'ni birlik shakldagi ismlarning eng oxirgi tovush tarafidan belgilandi. Diqqat qilinglar, yezilishning eng oxirgi harf emas, balki o'qilishning eng oxirgi tovush tarafidan belgilandi. Yig'ib aytgan chaqda ismlarga ko'plik qo'shimchasi s, i, s ni qo'shib ko'plik shaklini yasagandan keyin agar aslidagi ismning eng oxirgi tovushi, ya'ni jarangsiz uzuk tovushlar bo'lgan, ya'ni p, t, k, f, s bilan oxirlashgan bo'lsa, bu ismlarning ko'pligini yasagandan keyin buningga faqat s ni qo'shib talaffuz qilamiz yoki aslidagi ismni o'qishga s ni qo'shib talaffuz qilamiz yoki s deb talaffuz qilindi. Agar bu asldagi birlik shakldagi ismlar tuvanik olti tovush bilan yoki s, z, sh, j, ch bilan oxirlashgan bo'lsa, asldagi birlik ismning oxiri mushlar bilan oxirlashgan bo'lsa, bularga s, i, s ni qo'shgandan keyin buni is deb o'qiymiz. Is deb o'qiymiz. Endi barliq boshqa hamma ahvol ostida, masalan, barliq so'zuq tovushlar ham biz yuqortilagan jarangliq uzuk tovushlardan keyin z deb o'qiladi. Unda bo'lsa, men yodlashim kerakmikan? Yo'q, diqqat qilinglar. Ya'ni bizningki asosli bilib oldig'imiz mushu 11 tovush. Ya'ni jarangsiz tovushdan 5i, aningdan keyin ya'ni mavu 6 tovush ostidagi mushu 11 tovushni bilib olsak, ya'ni boshdagi 5 tovushga tovush bilan oxirlashgan ismlarga s qo'shgandan keyin s deb talaffuz qilganmiz. Ostidagi 6 tovushga s qo'shib ko'plik yasagandan keyin is deb talaffuz qilganmiz. Unda bo'lsa, qolgan butkul ahvolda biz nima deb talaffuz qilganmiz? Z deb talaffuz qilganmiz. Diqqat qilinglar. Shunda bo'lgan chaqda xuloslasak, sizning yodlab olganinglar mavu berilgan 5 tovush, jarangsiz uzuk tovushning ichidagi 5 tovush, ondan ustidagi 5 tovush bilan oxirlashgan ismlarga kelgan chaqda s deb talaffuz qilsizlar ko'pligini yasgan chaqda, ostidagi 6 tovush bilan oxirlashgan ismlarning ko'pligini yasgan chaqda is deb talaffuz qilsizlar. Mushu 11 tovushdan boshqa har qanday ismning ko'pligini yasgandan keyin, qoidalik ismlarning ko'pligini s, i, s qo'shish orqali yasgandan keyin z deb talaffuz qilsizlar. Demek ki sizin yodlab oldig'inglar nima ekan? Mush 11 tovush. Ya'ni ustidagi 5 tovush, ostidagi 6 tovush. Ustidagi 5 tovush deb o'qiyotganmiz, keyindagi 5 tovushlar oxirlashgan ismlarning ko'plik shaklini is deb o'qiyotganmiz. Qolgan butkul ahvol ostida biz nima deb o'qiyotganmiz? Ismlarning ko'pligini yozgandan keyin z deb talaffuz qilganmiz. Shuning bilan bizniki ingliz tili, ya'ni ETF ingliz tili grammatika ders 2. bölükimiz müşahede tugidi. Yani bu İngiliz tilidagi birlik ismlarni ko'plik ismlarga aylantirish usuli va o'qish usuli. Endi darsimizning oxirida qo'yilgan gap, ya'ni bugun o'rgangan ismlarning ko'plik shaklini yasash va o'qish usuli ingliz tilidagi so'zlash ham anglab tushunish jihatida intayin muhim o'rin tutadi. Agar buni to'g'ri deyilmagan chaqda boshqalarning gapini tushunmaymiz, boshqalar bizning gapimizni tushunmay qolishi mumkin. Shunlashqa bizningki oldidagi qo'shish usuli, ya'ni yasash usuli Uyg'ur tilidan jiq farq qilmaykan, s, esni qo'shayotganmiz, xuddi Uyg'ur tilidagi larni qo'shgandek. Lekin eng muhim narsa o'qish usuli ekan. O'qish usulini yaxshi ko'ringlar. Yaxshi ko'rgandan keyin biz o'zimizning mashq darsida ko'plab mashq qilamiz. Mashq qilish orqali mayli anglash olsun, anglab tushunish olsun, mayli so'zlash olsun, mayli boshqa jihatlarda olsun, o'lchamlik yetildirib chiqamiz. Shunlashqa bu darsimizni intayin yaxshi ko'ringlar. Xayr, xushvaqt bo'linglar.